600. hadis. Qala Rasulullah, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Abi Sa'id el-Hudri'den qaytarab ayta. Eskerila yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghanamun yattabi'u biha sha'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafiru bidinihi minal fitani. Yo'q bo'lib turadi deb ayta. Az g'olib tura musulmon odamning latda yaxshi qazanagan qazanchi bo'lmoq mallar deb ayta. Alip tavlaga keta olmaga deb ayta. Xalqning shu yeli bo'lmagan zaman yomon bo'lganda alip mallarda Alloh uchun xalqdan ayrilib, shunday zaman kelmege yo'q bo'ladi deb ayta. Tavlanın aralarına mavaqi'al qatri yağmur düşen tavlanın aralarına yafiru bidinihi o'zining dini bilan fitnalardan qaçmaga deb. Barda şu adamlar epki gelmeyen son qaçmakka chaqiran hadisler. Şulay ahir zaman gelecek. Osali biz bek tamasha bo'lmaymiz. Payg'ambar vaqtda aytgan. O'zidan so'ng shulay zallar bo'lagayna.